my god. Jigar, pochtani yomoni keldi-yu. Jigar. Tak akalar, ikkita pochta keldi. Bittasi paket, bittasi konvert. Paketda nima borligini keyin ko'rsataman. Hozir sizlarga konvertni ochaman. Shunroq yechilib ketibdi, o'ziga qaramasdan yurakan, bog'cha bolalariga o'xshaydi ekan, beparosat o'l. Tapichkasi ham ikki xil ekan, kambag'al yangi tapichka olsa bo'lmasmikin? Demak akalar, konvertni ochamiz. Tak, bu nima ekan? Bunisini ichida hech narsa yo'q, oddiygina xat ekan, buni ichida lekin nimadir bor ekan akalar. Da, trak haydash uchun prava akalar, ya'ni sijil prava $2,500 turadi bu. Xullas men kerak emas bu narsa, chunki meniki emas bu. Tak, paketda nima borligini sizlarga ko'rsataman. Bular pravani tezroq olish kerak, bu qolib qolmasin. Ketdagi dastavkani sizlarga ichkarida ko'rsataman. Sababi ichida nozik narsa bor, tez kirib oladigan. Mana shu yerda akalar sizlarga hozir yirtib ko'rsataman. Desam aldagan bo'laman, sababi bu narsani men zakaz qilmaganman. Yana sizlarda men chuv tushirdim. Chuv. Hila ishlatib sizlarga rosa videolarimni ko'rdiryapman. Akalar, Amerikani ham davri tugadi. Nelegallarga umuman trakda yurishga imkoniyat qolmayapti. Bilan kameramga nima bo'ldi, voy? Soqolim zo'ra qaranglar. Labimdan ham zo'r. Xullas, migratsion ofitserlar Amerikada ularda ice deydi. Ice baby. Ding. Qo'shiq emas, u nomi shunaqa o'sha ofitserlarni polnisi ko'chada yoki trakda nelegalni ko'ryapti, ushayapti, olib kiryapti, tiqyapti. O'tda ham jo'stki bo'lib ketdi. Xullas, trak sohasida green kartasi bo'lmasa umuman ishlashga imkoniyati qolmadi. Pishdi, tugadi. 1-noyabrdan boshlab massiv deportatsiya boshlanadi ekan. Kutamiz, qani nima bo'ladi ekan. Amerikada pul bo'lsa ham tinchlik hamda halovat yo'q. O'zimiz vatanimiz O'zbekistonimizdan qo'ymasin. Men Amerikani yomon ko'raman. Yaxshiyam Amerikaga kelgan ekanman. Shu narsaga yana bir marta amin bo'ldim. Kecha Telegramdan xabar o'qib oldim, xuyet qildim. Shu darajada jeshovoy panti bo'lib ketdi. Buyini amigasizga uyda ikkita shipirni qo'yib qo'yib, darvoza sifatida qabul qiladigan to'tag'li iPhone'da arendaga olishyapti ekan. Ya vaxuy jala. 70 ming so'mga o'sha rasmga tushib olish, iPhone narxlarini ham ko'rib chiqdim jala. 300 ming so'mga uchrashuvga chiqish, iPhone'da arendaga beradi ekan. O'sha iPhone bilan uchrashuvga borib keladi. Yoki qanaqadir biznes uchrashuv. Shu darajada dalboyob bo'lib ketdim odamlar. Eng qizig'i, talab bo'lmasa taklif ham bo'lmaydi. U iPhone'lar borligi bilan nimani isbotlaysiz? Hayronman. Bitta bir tolka bilan iPhone bilan borib ko'rishadigan bo'lsanglar, sizlarga o'sha iPhone'larga qarab muomala qiladigan tolka bo'lsa, naxoy kerak unaqa tolka. Ertaga keyinsiz qilib yurasizlar. Gelik so'rayapti deb o'zlari shu narsani boshlab berishyapti. Yibanlari, sal miyalarini ishlatish dalboyoblar. Shunaqa dalboyoblarga men ertaga O'zbekistonga borib, tursigimni arendaga beraman. Kuniga $100 Evil shoxda tursigini kiyib yuribman deb rasmga tushib olasan. Miyingga qo'taqim jinnilar. Shunga o'xshagan qilishyapsan sen. Dalboyoblar, sal miyalarini ishlatish, bo'zaylar. Dadangga bitta ishton olib berash 300 mingga iPhone olganda. Musor. Lichkamda juda ham ko'p savollar tushyapti. Realni u savollar ko'pchilik beryapti. Hali ba'zi bir blogerlarga o'xshab, mendan ko'pchilik so'rashadi deb o'xshatganim yo'q. Hali tema yo'lligi uchun o'zimga qiziq bo'lgan hypevoy va trenddagi mavzuni gapirish niyatida emas, realni menga tushyapti turgan savolga javob beraman. iPhone 17 oldingizmi deb so'rayapti. Ayniqsa yoshlar, nima uchun men sizlarga bu telefonlarni ko'rsatyapman? Bu iPhone 13 Pro Max, buni O'zbekistonda olganman. Oldi kamerasi singandan keyin 15 ta olganman. Mana 15. Buni ham orqa kamerasi singan. Keyin bundan keyin 16 ni menga sovg'a qilishdi. Ya'ni o'zimiz ishlayib turgan o'sha Turan CZL School'dagi Ma'rufjon degan bola sovg'a qildi. Mana shu sana kamerada ham ishlatib yurardim. O'zim menga iPhone 17 umuman kerak emas, chunki men o'zim telefonni kamerasidan foydalanmayman, erinaman. Shunchaki Instagramdagi kamerani olib, ashita zapis qilib sirazu chiqarib olaman. O'ylanaman, o'tirmayman. Nima uchun bu narsani gapiryapman? Sababi achinarli holatni kuzatyapman. Shu yoshlarda dunyo qarashi, tsennosti, qadriyati o'zgarib ketgani, ya'ni shu materialni narsalarni orqasidan qo'ylab yurishi. Kimdir iPhone 17 ni olib maqtanadi, qaysidir bloger mashinalarni ko'rsatdi, maqtanadi. Shu narsani orqasidan qo'ylab umumiy hamma e'tibor, vниманиеlar shu narsada bo'lib qolgan. Menda ham bo'lsa, palon bo'lsa, sizlarda eng zo'r narsa bor dunyodagi akalar, bu ota-onalar bor. O'sha narsani qadriga yetinglar. O'sha ota-onalar yonida
har bir o'tkazib turgan kuninglarga e'tibor, vnimaniyani qaratinglar. Bu narsa matohlar chiqaveradi. Ertaga sizlar o'lib ketsanglar ham 18, 19, 20 ketaveradi darsi. Xullas, dunyoqarash va tsenность, qadriyatni o'zgartiringlar. Haqiqiy oila eng muhim narsa, vaqt qaytarib bo'lmaydigan narsa, akalar. O'yladinglarmi, oxirida iPhone 17 ni olib mana qilib ko'rsatadi deb? Yo'q, akalar, seriozno gapiryapman. Kerak emas bunaqa musor narsalar. Bro, sizga sovchi jo'natsam uylanasizmi debdi. Na. Pashol naxuy. Akalar, qo'limdan kelmagan narsani men va'da bermayman ki ertaga u narsaga javob berishim bor. Xalqning yonida bir xunuk ko'rinib qolgam yo'q. Shuning uchun men qo'limdan keladigan narsa bu faqatgina Instagram va bu bolani ommaga ko'rsatish. Ya'ni maqsad nima? Bu bola agar yoshlarda turadi, oddiygina dastavkada ishlaydi, lekin yoshligidan 5 yosh, 6 yosh adashmasam polni sport bilan shug'ullanib kelgan, hozir 24 yoshda. Maqsadi ham shu sport orqali tanilish. Ya'ni bu bolaga nima kerak? Shu sponsor kerak agar yo'da zal ochish uchun bu bola o'zi zal ochmoqchi yoki bir bo'sh bino bo'lsa, o'sha bo'sh binoni yuritib o'zi trenirovka qildirmoqchi. Yosh bolalarda yoki yoshi trenirovka qilaman deydigan bolalar bo'lsa, akalar, rezultati zo'r, ya'ni 8 karra O'zbekiston chempioni, greko-rimskiy barba bo'yicha, ya'ni yunon-rum erkin kurash bo'yicha ham O'zbekiston chempioni, jahon chempionatlariga chiqqan bola, xullas xalqaro chempionatlarda ham o'rin olib kelgan. Birinchi o'rin olganmiz xalqaro chempionatda. Xalqaro chempionatlarda ham birinchi o'rinlarda olgan bola prosta mana shu joyda dastavkada yuribdi, akalar. Agar u kim ko'rsa shu narsani pajesha qilsanglar juda ham xursand bo'lamiz. Profilini atmetka qilib qo'yaman. Bola bilan bir ikki marta intervyu qilishga harakat qildik, akalar. Uncha gapira olmayapti, kameraga o'rganmagan, faqat shu sport bilan shug'ullanib yurgan. Xullas, bu bolani maqsadi, endi qisqa qilib ayting, maqsad nima? Maqsad Amerikadagi yoshlarni kurash bilan ta'minlab va hammalarini kuchli qilib o'stirib, hammasi sog'lom, ham oilaga foydasi tegadigan farzandlar bo'lib, vatanimizning bayrog'ini, O'zbekiston bayrog'ini Amerikaga kelib turib, haqiqiy O'zbekiston o'g'lonini ko'rsatib berish va biz ularni chiqarish. Maqsadim faqat shu. Shunaqa, akalar, butun dunyoda mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, O'zbekistonda nomini tanitishyapti sportsmenlar. Mana shu bola ham Amerikada keldi, shu narsani foydalanmoqchi. Agar u kimda возможность bo'lsa, akalar, bola haqiqatan jajdada startda bu kim davay deydigan bo'lsa, olib ketadi. Hammaga omad. Lichkasiga yozaverasizlar agar u kim qanaqadir taklif qiladigan bo'lsa. Paka. Tushing mashinadan. Menga aytayapsanmi? Telefoningizni ko'rgani keldim. Tushing, gaplashaylik. Sanmiding o'sha? Ukam chiqib qo'ygandim-da, ko'tim bo'qiydi. Telefoningizga gaplashgani keldim. Tushing. Voy, mayli, qo'ymading. Ay. Gapir, ukam. Idealmi? Telefoningiz ko'rsak bo'ladi. Telefonim idealni-da, lekin ko'p narsani ko'rib o'rganda. Qani ko'rsam bo'ladi? Bo'ladi. Kodi nechi buni? 69, 69. 70, 75 emasmi? Yo'q, men somsaman-ku. Telefoningiz yonmayapti? Zaryadkasi tugab qoldi, ukam. Qanchada olsiz buni? Yaxshi ekan. 2000 ber. 2000, mendan ko'p pul topasiz-ku. 1,5 beraman. Iplagan ishlayapti-da, ukam. Meni ham bilasanmi, qanchalik jag'im og'riydi. 1,5 beraman. 1,5 kam emasmi? Yaxshi, 17 chiqib ketdi. Naqd berasanmi, ukam? Ha, naqd. 17 nech pul bo'lyapti? O'zi 1200, 1300 ga olib kelamiz. 4000 sotyapmiz. 4000? Insofimiz yo'q-ku. Yana jag'im chiqadi ekanda, bilin, yaqinda o'zi gemoroyimni davoladim, shu 16 olaman deb. Mayli, mehnatni qilamiz. Ayron hidi kelyaptim ukam. Mani qo'ltig'im sasivyapti ekan. Mayli, ola qol. Mana korobkanami? Mana korobkalar o'zinikimi? Yo'q, qo'shnimning korobkasini olib chiqdim. Конечно, o'zimniki ukam, xaribmisan? Naqsana berasanmi? Hozir mashinada olib beraman. Ukam, Instagramga qo'yasan videoni? Na. Yaxshi ko'ryaptimi? Na. 17 chiqqanda mehnat qilishim kerak. Pastdan ham bitta olgan, как раз tursi kiymagandim-da. Rahmat ukam. Joylab o'rarsan. Bo'ldi, hozir pulingizni beraman.
qiz bola bilan yonma-yon turib gaplashmaganimga milliard yil bo'lib ketdi. Akalar nimagadir qo'llarim qaltirayapti, o'zim ham hayronman. Opa keldingizmi? Opa demang, sizdan kichkinaman. Kichkinamisiz? Bo'ldi. Xullas, akalar, opamizni dispatch service xizmati bor ekan Filadelfiyada. Assalomu alaykum. Dispatch service xizmatingiz qanaqa xizmatlar ko'rsatadi? Necha foizdan ishlaysizlar? Siz o'zingiz aytib turgandek dispatch servisimiz servis ko'rsatadi. 3% dan ishlaymiz. Power-only Zilzila bo'lyaptimi? qo'lis qo'yadi. Qo'lim qaltirayapti. Power-only drive and reefer hammasidan ishlaymiz. Amazon ko'cha farqi yo'q. Tak, o'zi Filadelfiyada bo'lsa, yani Pensilvaniyada bo'lsa, sizlar tochkalar Agayoda mabodo kompaniya chiqib setup qilib bering deydigan bo'lsa, qanaqa shartlar bor, usloviyalar bor? Bunga usloviya yo'q. Bunga kela olaman, chunki o'zim hozir Ohioga o'sha setup qilgani kelganman kompaniyada. To есть o'zingiz kelib setup qilib ketasiz, nastroyka qaysi qilib. paytlar kelish kerak bo'lsa, bemalol kelib o'tirib ishlab ham beraman. Meni komandam Toshkentda. Yo'q, men bu yerda. Kompaniyalar to есть komanda timi Toshkentda ekan. Nimagadir kimdir hayajonlayapti akalar. Necha foizdan ishlab berasizlar? 3% ishlaymiz. 3% ga dispatch update, after hour, night crash. Eng asosiy savol menimcha juda ham ko'pchilik kompaniya so'raydi. Ko'cha yukmi, Amazonmi yoki JB Huntmi, qanaqa yuklar bilan ishlab berasizlar? Biz Amazon bilan ham ishlayveramiz, lekin vastamdan ko'cha bilan ishlayman, chunki ko'cha bilan ishlasam, grossga garantiya beraman. Men shuncha gross qilib beraman, qilib beraman o'sha grossni. USPS, JB Hunt, ITS hammasi bilan ishlaymiz. Xarasi. Demak, asosan shu ko'cha yuki ekanda sizlarda. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Kelganingiz uchun. Sizni kuzatishadi-ku, xayrlar. O'sha kimga urgent kerak bo'ladigan bo'lsa, kompaniya dispatchlar kerak bo'ladigan bo'lsa, srochno. Shu yerda men faqat yozsanglar, tez-tez setup qilib, nastroyka qilib, bir yo'la keyin ketadi ekan. Chunki 1-2 kunda ichida bu qiz obratno qaytib ketadi ekan. Agar u kimga tezroq kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, pastda kontaktlarni qoldiramiz, o'zlari setup qilib beradi. BMW'da yurakani on qaranglar. Eplolmaydi, vul. Signal chopib qo'yapti yana. Akalar, sizlarga savol, men lo'xmanmi yo yaxshi bolamanmi? Nima uchun meni oyog'im qaltirayapti?